Nega grijaga 4-5 yildan beri davolanasiz, lekin hech foydasi bo'lmayapti? Nimaga boshqalar 1-2 marta davolangandan keyin tuzalib ketadi, sizda 4-5 yildan beri o'tib ketmayapti og'riqlar? Chunki sizda og'riqni grija bermayapti. Grijadan boshqa narsalar ham bor. Belga og'riq beradigan, sedalishni siqib qo'yadigan va dumg'azaga og'riq beradigan. Bu sabablardan bittasi, ayniqsa shu kunlarda bizga murojaat qilayotgan bemorlarning ko'pchiligida uchrayapti bu narsa. Ular ham shu grijaga hamma joyda tabiblardan tortib vrachlargacha davolanib chiqqan. 1-2 kun og'riq kamaygan, lekin yana o'sha ahvol yoki og'riq sal kamayib, uvishish ko'payib ketgan bemorlar ko'p uchrayapti. Videoni oxirigacha ko'ring, sababini tushuntirib o'taman. Demak, asosiy sabablardan bittasi bu. Mana bu umurtqangiz. Yonidagi iplar bu umurtqalardan chiqadigan nervlar. Bu nervlar yig'ilib, dumg'aza bilan chanoqning orasidan kritsovoy podvzdojniy, ya'ni yonbosh va dumg'aza suyaklari orasidagi bo'g'imdan o'tadi va son chanoq bo'g'imining yonidan o'tib oyoqqa ketadi. Agar bu nervda siqilish bo'lsa, ya'ni sedalishning nervida, sizda tik turganda, o'tirganda va yurganda og'riq kuchayadi. Dumbani bitta sohasida og'riq boshlanib, keyin pastga qarab tarqaydi. Endi bu nervni siqishi mumkin bo'lgan narsalar ko'p, faqatgina grija emas. Nimaga siz grijaga davolanasiz u foyda ola olmaysiz? Chunki e'tibor berib qarasangiz, mana bu joyda jigar joylashgan. Jigar katta organ, uni tagida buyraklarimiz bor. O'ng buyrak, bu chap buyrak. Normada jigar bo'lgani uchun o'ng buyrak chapga nisbatan pastroqda turadi. Lekin MRTlarni ko'rganimda shu bemorlarni, og'rig'i qolmayotgan bemorlarni, ularda chap buyrak ancha pastda turibdi. Ya'ni nefroptoz, ya'ni buyrak tushish kasalligi bor. Buni muhim tomoni nimada? Birinchidan, umurtqalardan chiqqan nervlar, misol uchun o'ng tomondagi nervlar, chap tomondagi nervlar chap oyoqqa ketadi. Nervlar chiqqandan keyin bular birlashib, dumg'azani oldiga boradi va oyoqqa qarab tarqaladi. O'sha paytda o'sha pastga tushgan buyragingiz o'sha nervni bosib qo'yadi, siqib qo'yadi. Ya'ni siz grijaga davolangan bilan foyda bo'lmaydi. Qachonki buyrak joyiga ko'tarilsagina bu nervlarni qo'yib yuboradi va og'riqlaringiz ketadi. Bu asosiy sabablardan biri. Juda ko'pchilik bemorlarimizda shundan keyin og'riqlari kamayyapti. Keyingisi, pastga tushganimizda chanoq suyagi bilan dumg'aza birikkan bo'g'im, mana shu joyda yemirilish juda ko'pchilikda uchraydi, ayniqsa o'tirib ishlaydiganlarda, tikuvchilarda, shofyorlarda, kompyuter oldida o'tirib ishlaydiganlarda juda ko'p uchraydi bu narsa. Chunki o'tirganda dumba mushaklarining ustiga qon tomirlari, nervlar siqiladi va nervlarni oziqlantiruvchi qon tomirlar siqilishining hisobiga bu nervlarning o'tkazuvchanligi buziladi. Bularda yurgandan keyin mana og'rib turibdi, yurgandan keyin sekin-sekin og'riq kamayib boradi. Ya'ni mana bu bo'g'im qimillagan sayin o'sha joydagi qon tomirlar ochilib, sekinlik bilan og'riq kamayadi. Lekin o'tirganda, yotganda juda qattiq tortib og'riydi, ayniqsa oldinga engashganda. Aynan shu bo'g'im kasalligida, yemirilishda shunaqa bo'ladi. Undan keyingi sabab, mana bu dumg'azani pastida orqa chiqaruv teshigi, ya'ni anal teshigi joylashgan. Bu joyda juda ko'pchilik aytmaydi, lekin oxirigacha so'rab olganimdan keyin aytishadi, gemoroy bo'ladi. Yo ichki gemoroy, yo bo'lmasa men davolanganman gemoroyga, uncha bezovta qilmaydi deydi. Lekin sedalishning nervi tortib turibdi. Belini MRTsini olib kelib ko'rsatganda belida hech qanaqa muammo yo'q. Protruziya, osteoxondroz bor, bu hammada uchraydigan narsa. Bunaqa kuchli og'riq bermaydi. Bel yaxshi, buyraklar yaxshi, dumg'azada yemirilish yo'q, lekin sedalishni ushlab qolgan, qattiq yurishga qiynaladi. Bunaqa odamlarda aynan gemoroy ham og'riqni keltirib chiqaradi. Ya'ni to'g'ri ichak doimiy ravishda qattiq tortishib spazmda turgani uchun unga bog'langan svyazkalar ko'pchikka kelib birikkan. Keyingisi esa sakrotuberalniy svyazka, bir uchi dum suyagini oldiga kelib birikadi, ikkinchi uchi esa son chanoq bo'g'imidan o'tgani uchun tepadan kelgan sedalishning nervini bu ham siqishi mumkin. Ya'ni sizda agar gemoroy bo'ladigan bo'lsa yo dum umurtqasi singan bo'lsa, bu oradagi svyazka tortishadi va o'sha joydan o'tgan nervni, sedalish nervni siqadi. Bunaqa odamlar doim ko'rsatadi. Dumbamni tagida bitta tochkada tortish bo'ladi va pastga qarab beradi. Ya'ni ular teparoqni ko'rsatmasdan aynan pastda soni boshlangan joyini ko'rsatadi. O'sha joydan ichkaridan og'riq boshlanadi va pastga qarab tortishib og'riq beradi deyshadi. Demak, bularda yo gemoroy bor, yo dum suyagi singan, o'shani hisobiga sakrotuberalniy svyazka tortishib qolgan bo'ladi. Ko'rib turibsiz, sedalishni nervni, ya'ni oyoqqa tortishish, uvishish beradigan, oyoqni kuchsizlantiradigan, даже o'chib qolishiga sabab bo'ladigan o'sha nervni siqadigan narsalar juda ko'p, grijadan tashqari.
Shuning uchun grijaga faqatgina borib oyog'imda o'sha tortishish bor degandan keyin borib to'g'ri 6-7 mm grija bo'lsa operatsiya qildirib, oyoq tortish kamayish o'rniga kuchayganlar, og'riq biroz kamayib, oyoqlari o'shib qolgan bemorlar bizga kelishadi. Chunki bu joyda grija aybdor bo'lmaydi. Ya'ni siqilgan nervni pastdagi boshqa narsalar, buyrak tushib siqqan bo'lishi mumkin. Siydik pufagini svязкалari, dumg'azani yemirilishi, son chanoqni yemirilishi, koks artroz bunga sabab bo'lishi mumkin. Sakrotuberalniy svязка, gemoroy sabab bo'lishi mumkin. Ya'ni sabablari juda ko'p. Shuning uchun birinchi operatsiya qilishdan oldin aynan shu muammolarni bir marta tekshirtirish kerak. Agar bu joyda muammo chiqadigan bo'lsa, o'shani davolatish kerak. 90% oyog'ida uvishish bor, oyog'i kuchsizlangan, tortishib og'riydiganlarning 90% grijadan emas, mana shu muammolardan bo'ladi. Shundan ketyapti hozir og'riqlar. Grija bu oxirgi variant. Agar grija juda katta bo'lsa, uni operatsiya qilishga shoshmang. Uni oxirida qilasiz. Oldin ham aytganman, grijani operatsiya qilishda 3 ta pokazaniyasi bor, absolyut. Bu ich kelmay qolsa, peshob kelmay qolsa yo ikkalasi ham to'xtamay qolsa, 24 soat juda kuchli og'riq bo'lib, umuman joyingizdan tura olmay qolsangiz, majbur operatsiya qildirish mumkin. Boshqa vaziyatlarda birinchi davolatish kerak operatsiyasiz. Chunki tig' tekkandan keyin, kesilgandan keyin u grija nimaga chiqqan? Grija kasallik emas, uni qaysidir kasallik chiqazadi. Agar siz uni operatsiya qildirib qirqib tashlasangiz, yana o'sib chiqmasligiga hech kim garantiya bera olmaydi. Chunki uni chiqargan kasallikni hali davolamadingiz. Agar sizda ham belingizda grija bo'lsa va grijaga davolanib hech foyda ola olmayotgan bo'lsangiz, pastda ko'rsatilgan raqamlarni Telegram'iga MRTlaringizni jo'nating, aniq tashxis qo'yib, sizga konsultatsiya berib o'taman.